Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar, hurmatli ota-onalar. Mana eng kichkina va yangi guruhimiz bilan ham savol-javoblarni boshlaymiz. Pullik savol-javoblar. Bularda ham eng kam summa 2000 so'm, eng ko'p summa 50 ming so'm pul o'ynaladi. Demak, 2000 lik savol, oson savol beraman, faqat qo'l ko'tarib javob beramiz. Keyin men qo'l ko'tarib yordam turing javob bering desam, turib o'sha odam javob beradi. Eng kichkina guruhimiz bular 3-sinfi bor, 2 bor, to'ram bor. Yaxshi. Demak, boshladik. Natural son deb qanday sonlarga aytiladi? Qani, bu qizimiz birinchi bo'ldi, davay. Hayotda ishlatilgan. Hayotda ishlatiladigan sonlar. Yana bir ta'rif bor edi, qanaqa edi? Narsalarni sanash. Narsalarni sanashda ishlatiladigan sonlarimiz. Yaxshi. Mana 2000. Oling, modest. Xo'p, keyingisiga o'tdik. Qo'shni nechta xossasi bor va bular qaysilar? Qani? Ikkita guruhlash Aha. va Jim qolganlar. o'rin almashtirish. O'rin almashtirish va guruhlash. Mana bu do'stimiz ham 2000 so'm yutib oldi. Xo'p, yana bitta 2000 lik savol o'ynaymiz. Bundan keyin qiyiniga o'tamiz, keyin 5000 likka boshladik. Xo'p, tenglama mavzusini gaplashganmiz. Tenglamadan savol beraman va javob berganga 5000 so'm beraman. Tayyormi hamma? Kim chaqqon bo'lar ekan? Xo'p. Tayyormi? Tenglama deb nimaga aytiladi? Tenglama ta'rifi. Qani do'stim? Tenglama degani bu o'sha yashiringan raqamni topish va u javobni Bu javob qisman to'g'ri, lekin mana bu For Kids kitobimizda to'liq qoidasi yozilganda, o'sha o'zingiz qo'llanmangizdagi qoidani aytib bersangiz 5000 so'm beraman. Mana 5000. Bormi? Kim javob beradi? Qani? Yashiringan o'sha tenglamada yashiringan sonni topishda. Topish to'g'ri. U ham shunaqa javob berdi, lekin qoida bor edi. Tenglama deb deb aytgandik. Qo'shiluvchi sonlarda ayirish. Yo. Hech kim javob bera olmaydimi? 5000 qoladi yonga-mo. Yo'qmi? O'zim javob beraman. Hurmatli kuzatuvchilar, tenglama deb noma'lum son qatnashgan tenglik tenglama deyiladi. Hayajonlanib qolyapti bular kamera hamda pulni eshitib. Yaxshi, yana 5000 lik savolga o'tamiz bo'lmasam. Hamma tayyormi? Kasrlar mavzusi mana o'tibsizlar. Faqat bu oson, lekin 5000 so'm beraman. Kim to'g'ri va tez topsa. Tayyormi? Biz sizlar bilan oddiy kasrlar mavzusini o'tdik. Kitobda varaqlamaymiz do'stim. Biz oddiy kasrlar mavzusini o'tdik va bu oddiy kasrlarni necha turga bo'lib o'rgandik? Yana Ziyodullohmidi? Kim edi? Zikrulloh qoy. 3 turga. To'g'ri, noto'g'ri va aralash kasrlar. Voy, malades. Bitta qarsa chop qo'yinglar. Qoyil. 5000 so'mga bugun 7000 yutib oldi. Malades. Yaxshi, mana shunday savol-javoblarni keyingi darsga ham yana davom ettiramiz. Sizlarga vazifa o'tilgan mavzular yaxshilab takrorlab yursalang, yana qachondir pullik savol-javob qilganimizda mana shunday pullarni yutib olishimiz mumkin bo'ladi. Bu o'yinni qilishimizdan maqsad o'quvchilarni qaysidir ma'noda rag'batlantirish. Bizni kuzatishda davom eting.